Baxını olib to'g'rilab shular olib ikkinchisi bilan solishtirib bir xilmi yo'qmi ikki bilan bir xil ekan. Endi tikamiz ikkiga qayirib. Mana tikib bo'ldik. Endi nima bo'lganini ochib ko'ramiz. Uchlarini ushlab ochamiz, o'ngisini o'giramiz. Chetlarini chiroyli qilib dazmollaymiz, o'nchoqlarini chiroyli qilib. Mana shunda og'zimda ochiladi. Zapaxi ichida. Yastujit ichlari unaqa yopilgan choq bo'ladi. Buni boshqacha turi ham bor. Yastujitni boshqacha ustiga cheti to'rtburchak qilib kam qilingani. Bu boshqacha qilingan. Turetskini boshqacha usuli. Bu oddiysi. Keyin kantlisini ham xudo xolasa ko'rsatib beraman. Ichlari toza. Ikkita qayrilgan katta zapax. Bu yoqqa chiqib ketmaydi.